Sochni o'zgartirayotganmiz-da bugun. Ha, to'g'ri. O'stiryapsizmi deyman sochni? Ha, ozgina o'stirayman. Sohangiz nima edi? Aktyorman aka. Model aktyorligi to'g'ri sochlarni o'stirib turasizlar ba'zida, lekin qarang bitta narsada to'g'ridan qaralganda cho'chib qolibdi formangiz. Orqalaringiz ham pachoq ko'ryapsizmi? Buni yo'qotishlikning yo'li bor. Mayli, men uzunligini sizga qoldirib beraman, tepalar, mana bu o'rama tomonlarni, yo'llarini, orqalarini lekin ozgina kaltaroq qilishligimiz kerak. Mayli. Shundagina mana bu общий tepangizni, orqalaringizni pachoqligi ozgina ketadi. Keyin yuzingizga ham ancha mos tushadi. Mana uch burchaklikni ham xudo xolisa yo'qotamiz, lekin shunda bemalol xohlasangiz orqaga, xohlasangiz yonga, mana bunaqa xohlasangiz o'rtaroqdan ham farq ochib yursangiz bo'ladi. Tayyormisiz o'zgarishga? Albatta. Bo'ldi, unda ketdik. To'g'rijon prichoskaga 5 ishoning. Yoqdimi o'zingizga? Mazza qildim. Mana orqalarini ham mana ob'yom ketdi. Mana yo'llardan ham ob'yomini oldik. Bemalol endi Gollivudda ham rol o'ynasangiz bo'ladi bu soch bilan. Albatta inshaalloh aka. Salomat bo'ling. Endi bitta fotosessiya qilamiz. Gap yo'q.